Yaqinda bir joyga to'yga borsam, bir akamni 4 o'g'li bor ekan. Rahmat. 4 o'g'lim juda hurmat qiladi. Yaqinda yubiley qilib berdi, lekin men bolalarimdan roziman deyishlikka hayo qilyapman Doniyorbek dedi. To'yda ozgina qizib olgan ekan, ammo ko'zlarida yosh. Ya ota, va umri davomida ota-onasiga yubiley qilib bermay o'tib ketganlarni ishda. Shashliklarni olib keladi deyapsiz. Nimaga rozi emasman degani hayo qilyapsiz desam, chunki kelinlarim bilan birga meni qizim ehtiyot qilmayapti, hurmatini qilmayapti. Qizlarim kelganida kelin quvog'ini so'valyapti, o'g'limga bir narsa degan uyalyapman dedi. Men o'shanda o'ylab uyga borib bir narsani tushunib yetdimki, biz o'g'illar ota-onani agar boshimizda ko'tarib Makkatullohga olib boraylik, kuniga 4 shashlik olib kelib, yiliga yubiley qilib belaylik, lekin mana bunday insonlarning ko'nglini og'ritib tursak, ota-onamiz bizdan rozi bo'lmasak opa. Lekin ularni Makkatullohga olib borishga qurbimiz yetmasin, yubiley qilib berishga qurbimiz yetmasin, farzanddan rizqdan orttira olmaylik. Lekin 4 non olib, yo'masa telefonda ish bo'lmaganda, singiljon tuzaymisan deb mana insonni duosini olib yo'qlab turadigan bo'lsak, ota-onamiz faqat bizning haqqimizga duo qilar ekan, roziman deb. Senga o'xshagan bir yigit bor ekan, qara singling qanday yurakdan gapiryapti. Ukamni omadini bergin Xudoyim, hamma singlim aytavermaydi opa. Bir yigit bor ekan, qaddini hech kim buka olmas ekan. Seni bu yurishlaring mana shu insonni duosi kuyov bola. Hech kim qaddini buka olmas ekan. Shohni jahli chiqib oldiga lashkar boshini chorlabdi. Bor lashkaring bilan borib, shu bitta yigitni mag'lub qilib kel. Lashkar boshi bor lashkari bilan borib, bitta yigitdan mag'lub bo'lib ortga qaytibdi. Shohni fig'oni falakka chiqib oldiga vaziri chorlab, bu yigitni yengishni yo'li bormi? Bu qaddini bukishni yo'li bormi? Vazir aqlli bo'ladi, opa, bor. Uni singlisi debdi. Oldiga singlisini chorlab, qo'liga zahar berib, shu zaharni iningni taomiga qo'shib bersang, davlatimni yarmini beraman. Bolalari qanday rohatda yashaydi, o'ylab ko'r. Singil o'ylab ham ko'rmay, qo'lidagi zaharni shohni yuziga otibdi. Shoh farmon beribdi. Menga zahar otgan qo'lini choping. Singilni qo'lini chopishibdi. Shu zaharni iningni taomiga qo'shib berasan, ovozini boricha yo'q deb qichqiribdi. Menga yo'q degan tilini ham choping, singilni tilini ham chopishibdi. 3-marotaba shu zaharni iningni taomiga qo'shib bermasang, boshingni tanangdan judo qilaman. Yo'q deydesa qo'li yo'q. Yo'q deydesa tili yo'q, singilni ko'zlaridan yum yosh oqib, falakka boqib nimalardir nola qilar, g'azab ko'zi bilan shohga qarab boshi bilan yo'q degan javobni berar. Shoh osongina farmon beribdi. Menga yo'q degan, boshini tanasidan judo qiling. Singil ini uchun qurbon bo'lishlikdan tolmabdi. Shunda hamma o'y xayolga botib qolganida vazir battob, shu zaharni iningni taomiga qo'shib berganingda bolalaring qanday rohatda yashaydi, endi ota-onang bu azobga qanday chidaydi sensizlikka. Shunda singilni yuragi tilga kirib aytgan ekan-ki, yo bola, meni inimni qaddini butun dunyoni shohi bir bo'lsa ham buka olmaydi, g'animga bo'yini ega olmaydi. Sababi nedir deyishganda, sababi men har tong turib qiladigan yoki tunda qiladigan birinchi duoyim inimni haqqiga bo'ladi. Singilni hech qachon birinchi duosi ota-onaning haqqiga bo'lmas ekan, yo bolasini haqqiga bo'lmas ekan, ini uchun bo'lar ekan. Yo Robbim, inimni asra, qaddini bukma. O'zing g'oyibingdan baxt ber, boylik ber deb duo qilar ekan. Chunki ota-onasini suyangani she'rida aytib ketdi-yu, buni inisida. Shuning uchun inini haqqiga duo qilar ekan singil. Ikkinchi qiladigan duosi yana ota-onaning haqqiga bo'lmas ekan, opalar, turmush o'rtog'ining haqqiga bo'lar ekan. Yaxshi ayolning duosi. Yo Robbim, mana turmush o'rtog'imni o'zing asra, uyimdan 7 qadam chiqqanda halolidan ne'mat ber, meni bolalarim halol luqma bilan katta bo'lsin. Ertaga ortimdan duo qiladigan zurriyot bo'lsin. Keyin 3-chi qiladigan duosi ota-onaning haqqiga bo'lar ekan. Kelin bola, yaxshilab eshitib turing. Va singillarim sizlar yaxshilab eshitib turinglar shu joytini. Yo Robbim, iymonda insofda meni barakotli qilgin, turmush o'rtog'imning roziligini olib, otamga, onamga jannatda toj kiygizay. Nima uchun turmush o'rtog'imning roziligini olib, 5 mahal namozini o'qib ayol kishi, ro'zasini tutib, ota-onasini duosini olib rozi qilib, oxiratga borganda jannat eshigiga shunday borib eshigini ushlaganda Robbim to'xtatar ekan. Yo to'xtang, sizdan Jahongir rozimi? Sizdan
Husanjon rozimi yoki sizdan Muxtorjon rozimi? Agar erkak roziman desagina ayol jannat bo'lar ekan. Agar erkak kishi rozi emasman desa, bu meni so'zim emas. O'qigan namozi ham, tutgan ro'zasi ham, ota-onasini olgan xizmati-yu qilgan roziligi ham hammasi bir tomonga bo'lib, Robbim buni joyitar ekan, bu tomonda deb u tomonga jo'natib yuborar ekan. Endi qiz bola jannati bo'lsa, ota-ona bizni boqaman deb ko'p gunoh ishlar qilib qo'yishar ekan. Bu Muhammad Yusuf shayximizning so'zlarida. U tomonda bu qolsa, qiz bola dod deb yig'lab jannatdan chiqib kelar ekanda, "Yo Robbim, men bu tomonga o'taman. Ota-onam oldiga boraman. Ya men bu tomondagi bandamni bu tomonga qo'ya olmayman. Sizni joyingiz bu tomonda." Shunda Robbimning ko'zlariga qarab qiz bola yig'lar ekan. Endi kuchga to'lib, ota-onamning xizmatini qilaman, duosini olaman, bir roziligini olaman deganimda, sizni hukmingiz bilan men o'zga xonadonga ketdim. Sizni bandalaringizni ko'paytirgani, ummatlaringizni ko'paytirgani. Yana bu tomonda men ota-onam bilan bo'la olmaymanmi? Bu joyda ham ota-onamning xizmatini qila olmaymanmi? Siz turmush o'rtog'ing rozi bo'lsa, jannat saniki deganingizga, turmush o'rtog'im bir oyda bir ruxsat bersa ota-onamni ko'rdim. Bir haftada bir ruxsat bersa ko'rdim. Unda ham Sohotga borib keldim. Shunda ham endi men ota-onam bilan bo'la olmaymanmi deb qiz bola yig'laganida, Robbim chidamasdan, ol ota-onangni olib, o'zing bilan jannatga olib kirib ketar ekanlar. Bu huquq faqat qiz bolaga berilar ekan, o'g'il bolaga emas. Shuning uchun men singillardan bitta iltimosim, sizlarning duoinglarni qabul qilmaslik Robbim hayo qilaman deganlar. Internetga kirib TikTok, YouTube'larni ko'rishga vaqt ajratib sizlar-yu, da qaranglar, mana shu yigitlarga bir e'tibor beringlar. Otangizni suyanchi, onangizni kelajagi davomchisi, sizni nomusingizni, oilangizni g'ururini ko'chaga olib chiqib, yelkasiga ko'tarib yurgan iningiz haqqiga qachon duo qildingiz? O'zingizga o'zingiz bir savol bering. Inalardan ham savolim, qachon borib singlingizga "Meni duo qil, men bugun katta ishni boshladim" dedingiz? Kelin bola kuyov bolaning roziligini olib, ota-onamning xizmatini qilib jannatda mana shunday ulg'aytirgan ota-onasiga toj tegizsin. Singlimiz ham duolari bilan ukam inson zotiga qaddi bukilmasin. Egilsa faqat Robbimga boshi egilsin deganlar bitta qarshi chop qo'yasizlar. Muborak bo'lsin.